Hop, do'stlar, mana biz hozir magazinimizga keldik. Birinchi magazinimizda hozir bu yoqda sroga yaqinlashib qolgan produktlarni topamiz. Topgandan keyin savdolashamiz va undan keyin eng zo'r joyi xalqimizga tarqatamiz. Bu yoqdan hozir tovarlar qo'yishni boshlaymiz. Shuni olsak bo'lar ekan. Tabiiy qaymoq 20-25 kun qo'yibdi. Buni olsak bo'ladi. Ikkala основном годовой bo'ladi. Bunga qarab o'tirishim shart emas. Naryoqda bor. Massamizga o'tiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Shu produktlarni oldik sizdan. Shu bizning o'z proyektimiz bor, Azer degan. Bizning maqsadimiz isrofgarchiligiga qarshi bo'lish. O'shaning uchun shu narxlarni sanab bersangiz bizga iloji boricha skidka narxi bizdan sotib olardik. 80 ming. Shuni keling 50% chegirma bilan qilib bersangiz 40 mingga olardik. Qo'ldan kelmaydi bir. Biz ham ishchida endi. To'g'ri. Uni 80 mingdan mana 30 ming olib tashlaysiz. Shunaqa qilaylik, bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat o'rga kattakon. Xo'p do'stlar, ko'rdinglar o'zingizlar, ko'p produkt oldik, ko'p narsalar qidirdik. Endi bittasini olib, o'zim yeb beraman, sizlarga svejligini ko'rsatish uchun. Qani. Totki. Zo'r produkt. Uni hali oxirigacha yeb qo'yishim kerak. Endi shu va boshqa tovarlarimizni xalqimizga tarqatamiz.